Erkak eshitib qo'yish kerak. Xullas kalom, mana bu joyda aytmoqchi bo'lgan gapim. Erkak onaning haqqini ado qilaman deb ayoliga zulm qilishi, ayolini himoya qilaman deb onasini ranjitishi durust emas. Mana shu joyda unga ilm kerak, fahm kerak, tadbir kerak. Lekin ming afsus, juda ko'p yigitlarimiz tafakkuri juda tor. Yosh bolaga o'xshaydi gaplashishchi, 25 ga kirgan odam gaplashishchi yosh bolaga o'xshaydi. O'zi juda aqlli gaplar gapiryapti, lekin umuman fahm farosat yo'q. Nimaga desa, endi tarbiya shunaqa ma'rifatdan uzoqqa turib qo'ygan. Oddiy gaplarni ikki og'iz gap bilan, ikki og'iz shirin gap bilan hal qiladigan muammoni ko'taradi, janjalga aylantiradi. Demak, erkak ham ikki onasi bilan ayol o'rtasida bo'ladimi, ikkita qo'shni o'rtasida bo'ladimi, adolatli bo'lish kerak. Alloh subhanahu va taolo kishiga adolatni buyurgan. Adolat bu bir xillik degani emas, har kimga o'zining haqqini berish bo'ladi.